Shu pulni ehson qilaman deb har gal erta deb hech vaqtim bo'lmayapti. Mayli, ertaga berarman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr aka, sizni qo'rqitib yubordim. Sizdan bir iltimosim bor edi. Taksi topolmayapman. Bir manzilga eltib qo'ya olmaysizmi? Bir beva ayol bor, yetim farzandi ham bor. Shularga bir ikkita narsalar olib borib berish kerak. Yordam bera olasizmi? Xo'p, Aka, yana bir iltimos bor. Mana shu pullaringizga narsalar olib tursak, borganda sizga berorsam bo'ladimi? bir yaxshilik qilaman dedim. Ja, ovora qildi-yu bu, ha? Mana shu uy, 39-xona. Faqat o'zingiz olib chiqib bering. Savobni oxirigacha qilgan bo'lardingiz. Menga noqulayda. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim ekan qizim? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bularni sizlarga berib yuborishdi. Adashmadingizmi aka? Ha, yo'q. 39-uy shumi? Ha, shu. Lekin aka, biz hech kimdan narsa kutmayapmiz. Uzr. Narsalaringizni ololmaymiz. Qizim qaytarib ber. Ya. Mana shu odam edi. Mana shu odam berib yubordi. Mashinamda o'tiribdi. Bo'lishi mumkin emas. Bu kishi meni turmush o'rtog'im bo'ladilar-ku. Ular 2 yil oldin vafot etganlar. Yo'q. Qanaqasiga? Axir ehson egasini topibdi-da.